Otaring ko'rib kelasanmi yo'qmi? Ketdik. Ana bu Jabbor tog'anglar uyiga ketib ber. Ana bu senga. Chopacha. Chop tezga. Qayerga qolib ketma, yana ko'pchilik ketishing kerak ola. Assalomu alaykum tog'a. Yaxshimisiz? Dadam isqirlar, tog'imiz kirib qo'ygani uchun. Mang. Rahmat. Bu safarlik yo'q tog'a. Sog' bo'ling. Chop konfet paketcha bo'shatasan. Yana is solib qo'ydim. Abbos amakim netib etki. Ha. Chop. Amakim dadam is qilgan ekanlar. Ana. Rahmat amakim. Amaki dadam is qiluvdilar. Malades. Tarikani bering qaytarib. Hozir. Xotinlarga ovqat qildiribdilarmi? Iskari shu pul bersalar kerak. Jan, mana rahmat. Eshitma. Dada. Ha, may. Nimaga bu ish? Nimaga bu? Bermadi ishtimi? Bermadimi yoki kelgancha yeb keldingmi? Nima yeyman? Yegansan. Tush olaka, ha? Tush. Ha. Mayli. Nima bu? Besh tarelka. Seni otanim deb bizni is pishirib senga chiqaryorsak, bo'm-bo'sh quruq qo'l bilan qaytarib yording bachani. Hay, uyga isitma qolmaganda o'sha uchun berib yubordi. Uyingga isitma qolmagan ekan, isitini olib qolasan. Biz o'tganlar ruh shod bo'lsin deb is qilganmiz. Uyga mehmon kelib turib, konfet yig'amiz deb qilib o'tiramiz. Chop istol chiq. Chop. Yo, to'xta, hozir kelaman. Seni o'tirib kelaman. Erkak boshim bilan deng bo'lib is qildim. Buni odam deb is beriyorsam, tarelkani qurib qaytarib o'tiribdi. Tarelka bilan uyga hech nima qolmagandi. O'mga baqirma. Qilma, ketdik uyga. Nega ketdik? To'xtang. Ha. Ist qaytib bersin. Chop etib ber, mana.